balo kelsa menga kelsin, bolamga kelmasin degan onalarimiz kirdimi chiqdimi parvo qilmay. Shularni kimlargadir almashtirib, bolam o'qisin deb qaramasa kim bor maktabda o'qiy oladi. Kiyimlarimizni tayyorlab, ovqatlarimizni tayyorlagan, bag'rida katta qilganni haqqiga duo qila olmasang o'g'il bolamisan. Namoz o'qib haqqiga istig'for ayta olmasang, bu qarash o'zi bo'lmaydi. Shular marhum bo'lib yotibdi. Bolamdan bir duo kelarmikin deb. Yoki tiriklari yuribdi, bolam bir kelib menga bir qarashamikin, bir muomalasi go'zal bo'larmikin. Shularni bilmaganlar kim?